Hurmatli YouTube kanali obunachilari, Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga yangi turdagi Wagner apparatlarimiz yetib keldi. Ya'ni kraska, lak, emulsiya sepish uchun apparatlarimizdan keldi. Bugungi video obzorimizda eng kichigi 5000 wattlik, 5500 wattlik va 5900 wattliklarni tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga kerak bo'lsa, do'konimizga kelaverasizlar. Do'konda ichida bundan boshqa modellardan bor, 10 xildan ortiq turi bor Wagner apparatlarimizni. Manzilimizni eslatib turamiz. Manzil Qo'qon shahar Navoiy Massiv Malina svetoforning yonida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni. Wagner apparatlarimiz hozir eng hadavoy bo'lgan 5000 larga, 5500 wattlik va 5900 wattliklardan yana bizga yetib keldi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 310 dollardan 5000 wattligini, 330 dollardan esa 5500 wattligini, 340 dollardan esa 5900 wattliklarni bemalol narxlarni shu narxda qilib beraveramiz. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Komplektdan shlanka, pistolet, nasatkasi va o'zini salniklari chiqadi. Hozir komplektdan narsalarni skeletga olib kirib qo'yilgan. Wagnerlar o'zini tanishtirib o'tib ketyapmiz. 1 minutda bu 25 litr sepishga mo'ljallangan 5000 wattligi, 28 litr 5500 wattligi, bu esa 1 minutda 30 litr sepishga mo'ljallangan ushbu apparatlarimiz toklaring pasayib ketsa ham bemalol ishlab berilaveradi. 190 voltda ham apparatni motori qizib qolmay bemalol ishlayveradi. Kimga kerak bo'lsa, do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin.